Assalomu alaykum kanalimizning muxlislari, obunachilar. Bugungi mavzuyimiz asosan shira to'g'risida bo'ladi. Mana ob-havo injiq kelyapti. Yomg'irli, quyoshli, yomg'irli, quyoshli. Bu zamburug'li kasalliklarning rivojlanishiga hamda zararli hasharotlarni, ayniqsa shira tripsi rivojlanishiga qulay sharoit hisoblanadi. Bugun asosan ikkita yaxshi effekt beradigan dori haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchi o'rinda sizlar like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shu paytgacha mana so'ramagan ekanman, obuna bo'linglar deb. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa yaxshi har kungi yaxshi mavzulardan, har xil so'ragan dorilaringni tarkibini, nimaga ishlashini, shu haqda foydali ma'lumotlarni berib o'tiladi. Salomat bo'linglar. Birinchi dori mana antikalorat. Tarkibi imidakloprid 300 mg, lambdasigatoron 100 mg. Dozasi ham juda oz. 150-250 gramgacha. 100 gramdan 250 gramgacha mana. Zararli hasva, trips, g'o'zatunlami, shiralar, kolorado qo'ng'izi, tutparvonasi, chigirtkalar, tripslar, shiralarni juda yaxshi olyapti. Effekt yaxshi beryapti. Shunga endi mana hammaga tanish bo'lgan Mosplandan qo'shib olsa ham bo'laveradi. Buni tarkibi asetamiprid, asosan shirani yaxshi oladi bu ham. Endi ko'pchilik Mosplan deydi. Menda yo'q, meniki mana Agraplan deydi. Bittasi keladi. Yo'q, men internetda ko'rdim. Acetaplan deydi. Ular hammasi tarkibiga qarash kerak. Mana asetamiprid 200 mg. 20% tarkibi mana asetamiprid 200 mg. Bunda ham mana asetamiprid tarkibi. Yoki bo'lmasa bundan 200-250 gram, men bundan 100 gram qo'shib yuborsa 1 gektar yerga o'ta zo'r effekt beradi. 1 gektar yer bu 300 litr suv degani. Ishlatinglar, o'ta zo'r effekt beryapti. Sinovdan o'tdi. Ko'pchilik mana shira dori o'lmayapti deydi. Qumursqa bosib ketgan deydi. Qumursqa chumoli, qumursqa asosan shu shirani boquvchisi hisoblanadi. Shirani eng nozik yangi chiqqan novdalarni uchiga olib chiqib, qo'yni boqqanday boqadi, semirtirib, keyin ashlar ajratgan shira bilan oziqlanadi. Bular simbioz yashaydi. Shuning uchun tanadagi jamiki zarar kunandalarni qirib tashlaydi. Salomat bo'linglar, obuna bo'linglar bizning kanalimizga. Yaxshi shunaqa maslahatli videolar tashlab boraman.